Gerçi ölüm aldidagi qarindoshlarimizni qo'rqmay tik turayotganligini isbotlab bizlarga har xil uchurlarni har xil vositalar orqali yetkazib turyapti. Mana bu qahramon millat, mana bu tiz tutmas, bo'yin egmas millat bizning millatimiz. Rabbimiz Jalla va Ala bizni musulmon qilib yaratdi. Buningga cheksiz madhiyalar bo'lsin. Bizning bu yo'ldagi menayotgan har bir qadamimiz, mushunda turayotgan har bir vaqtlarimiz, har bir so'zlarimiz bu Rabbimiz Jalla va Ala tarafdan savobga erishadi. Dunyo yaratilgandan boshlab zalim, faşist, mustamlikçi, işgaliyetçi degan bu sifatlar bilan atalgan bir turkum bedbaxt insonlar davomli bo'lib kelgan va shunga qarshi haqiqatparvar, samimiy, saf irodalik bir turkum insonlarni bularga qarshi haqiqat maydonlarida chin turib kelgan. Mana bu sınav bizning millatimizga keldi. Hozir dunyoning nurg'unlagan joylaridagi nurg'un insonlar xotirjam, tinch, omonchilik bilan yashayotdi. Ammo biz 24 soatning hech bir vaqtda xotirjam bo'lolmadik. Belki bu bugun emas, yillardan beri bunday xotirjamsiz yashayotimiz. Bu xotirjamsizlik kundan kunga eshib ketyapti. Normalde ölüm her xil şekiller bilan keyin istaqna bo'lgan bo'lsa-mu, to'qitimda bu vahshiylarcha o'tni ko'ydirish orqali zalim faşistlarning millatimizni, qarindoshlarimizni o'ldirishi bu haqiqatan og'ir jinoyat. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ul Uhdud deydigan bir vaqada so'zlanadi. Bu tarixda çok ibretlik bir vaqa şekilde tushuntiriladi. Shular o't bilan jazolangan bir turkum kishilar edi. Ammo bizning qarindoshlarimiz Qur'on-ı Kerim'de so'zlangan o't bilan jazolangan shunday jazolar bilan jazolandi. Agar bizning davrimizda Qur'on-ı Kerim nozil bo'lgan bo'lsa, bu Qur'on-ı Kerim bizning millatimizda tasvirlab nozil bo'lgan bo'ladi. Muşunca iğir külfetlerdi biz yanına Rabbimiz Celle ve Ala'ga isyan kılmadık, isyan etmedik, devamlık hem de etmedik, Müslümanlık haletimizi çıldırdık, devamlık çıldırırız. Hem de qarindoshlardan ümit qiladiganimiz, kutadiganimiz qarindoshlar. Birinci, Allah'a bo'lgan e'tiqodimizda qat'iy chekinmaymiz. Devamlı hürmet turimiz, Allah'la bo'lgan ishonchimizda devamlı mustahkam turimiz. Vatanni Rabbimiz Jalla ve Ala bizga zemin qilib bergan edi. Afsuski, ma'lum sahvanligimiz sababidan bu vatanimizni o'z vaqtida zolimlarga toptirib qo'yapmiz. Bu vatanni cho'qib qolamiz. Kısa müddette ilişki Rabbimiz Celle ve Ala nasip olsun. Amin. Biz hareket kılış arkalı, biz sebep kılış arkalı o vatanımızda çok kurtuldurumuz. Bizden vatanımızda kurtuluşlu olan bu fikrimiz, bu idimiz, bu ifademiz bizden Allah'la doğan imanımız bilen münasebetlik mesele. Kur'an-ı Kerim'deki tarihi vakalıklarına qaraydigan bo'lsak, zalimlarning mag'lub bo'lganligi, oxirgi go'zal kelgusi yaxshi kishilarga nasib bo'lganligini ko'ramiz. Bu go'zal kelgusi yaxshi fursat Rabbimiz Jalla va Ala'ning ato qilishi va bizlarning tirishchilik ko'rsatishimiz bilan albatta bizlarga nasib bo'ladi. Buni biz cho'qib ishonamiz.
Qarindoshlar, biz vatanni zolimga qat'iy bermaydiganligimizga, zolimning mangu vatanimizni ishg'ol qilib turolmaydiganligiga avval har birimiz chin qalbimizdan ishonishimiz va buningda chin turishimiz kerak. Bir qism ahmoq odamlarning deganidek o'zini aqlini chaqlab Xitoyni cho'ng ko'ch, buningga tantagil olmaydi, kuchimiz yetmaydi. Biz ojiz, dunyoda nurg'unlagan insonlar, davlatlar, kuchlar qo'rqib turibsa, degandek bundan ahmoqona fikrga biz ishonmaymiz. Biz namoz o'qigan vaqtimizda Allohu akbar deb boshlaymiz. Buning ma'nosi Alloh hammadan cho'ng degan ma'noni bildirdi. Hammadan cho'ng. Nimadan cho'ng? Xitoy fashistlarining kuchidan, ularning askeriy kuchidan, ularning cho'ng istihbarat kuchlaridan, ularning hili nayranlaridan Rabbimiz Jalla va Alaning kuchi albatta cho'ng. Biz mushu so'zni deyish orqali Rabbimizni taniymiz, mushu so'zni deyish orqali Rabbimizga taslim bo'lgan insonlar. Akbar! Allohu akbar! Akbar! Allohu akbar! Akbar! Allohu akbar! Shuningda biz hech bir vaqt bo'shashmaymiz, bel qo'ymaymiz, tiz tutmaymiz qarindoshlar. Mushu so'rinda, mushu satda, mushu maydonda turgan vaqtlarimizda Rabbimizning bizga savob beradiganligini umid qilib turaylik. Biz ta bugun shaharda o'yin chiqib, shaharda turimiz, kechkichilik bo'lgan mushu turgan qadimimiz, vaqtimiz, tiniqimiz Rabbimiz tarafdan mukofotga, savobga erishadi. Alloh hammalarga rozi bo'lsin.